Eslab qolinglar, shu firma sug'ushonkas sabab mijozimdan umrimda eshitmagan so'zni eshitdim. Shu safar Napoleonga mijozimdan buyurtmani 320 ming emas, 280 mingga qabul qildim. Chunki sug'ushonkani juda ham arzon sotib olgandim. Mijozimdan nima deganlari video oxirida. Endi original retseptga qaytadigan bo'lsam, margarin bilan unni urpoqlab oldim. Muzga 320 gram suvga 6 ta tuxumni sarig'i, tuz va olma sirkasini solib xamir qilib olamiz. Shu joyda bir ma'lumotni aytib o'tmasam edi. Bu retsept bilan bittada Napoleonga o'xshab chiqadi. Aniq retseptni video opisiyanasiga yozib qoldiraman. Qorilgan xamirni 2 soatga xolodilnikka tindirib olamiz. Tingandan so'ng 6 bo'lakka bo'lamiz. Zuvolachalarni yupqa qilib yoyamiz va 180 gradusga pishirib olamiz. Bu orada krem tayyorlab olamiz. Suvni ustida idish qo'yib, sifatli bo'lgan saryog'imizni eritib olamiz. Ketidan mijozimdan maqtovlar eshitishimga sabab bo'lgan quyultirilgan sut firmasining sug'ushonkasini solamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ularni aytgan gaplari shu safarga tayyorlab bergan Napoleon tushlarimgacha kirdi. Sizga kattakon rahmat. Arzon va juda ham mazali bo'lgan Napoleon uchun dedilar. Bunday maqtovlardan keyin naqd 6 kiloga semirdim. Dugonajolar, shu retseptni albatta tayyorlab ko'ring va sizlar ham maqtovlar eshiting. Keyingi safar varonni malokadan 3 xil shirinlikdan birini tayyorlab ko'rmoqchiman. Qaysi birini original retsepti kerak? Kommentariyada yozib qoldiring.